Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala her birlerinin kadimini bereketli kılsın. Okuyan ilmimizden hemmizge menfaatli olsun. Allah kabul kılsın. Amin. Bugünkü bizim okuyduğun dersimiz şu ülge hakkında. Ballarını terbiyeleş usulüdün. En ünlü terbiye usulleri. En ünlü terbiye usulleri de hemmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin insan terbiyeleş usullerinin elingan bir kança usul var. Bugün şunu birini okuyumuz. Bunun içinde ölgü buluş bilen terbiyeleş, köndürüş bilen terbiyeleş, nasihat bilen terbiyeleş, vakalikler bilen terbiyeleş, kısselerini sözlep biriş bilen terbiyeleş, küzütüş bilen terbiyeleş, mukafat ve ceza bilen terbiyeleş, sohbet ve diyalog bilen terbiyeleş. Endi bizninki yani bugün okuyduğumuz ülgü buluş bilen terbiyeleş. Endi ülgü degen şu akısını ergişip menişki tigişlik, salahiyetlik tesir gösterleydiğen bir insanı deyimiz endi. Ülgü iki türlük buldu. Biri bizden yenimizde boğmagan, ütep ketken ülgüler. Biri üzümüzün köz aldığımızda boğan biz yaşavatkan kişiler. Mesela endi bizninki hazır köz aldığımızda boğmagan kitaplardan, tarihlerden okup bildiğin ülge. Birincisi en ülgülü zat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bütün işleri mesela mescitteki ahvali, öydeki ahvali, pazardaki ahvali, cihatlardaki ahvali, ta'lim terbiyedeki ahvali hemmesi insaniyetke birden ülge emdi. Ülge degende mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki keçileri aşı teheccüd namazı okup putu işip gittiğinliği, hatta putu ağırıp gittiğinliği. Şunda çağdım o. Ayşe radıyallahu anha ya Resulullah özlerininki evvelki ve kinki bütün günahları epi kılıngan bir zat tursular nimanca özlerini kıynayla degende ben Allah'ınki şükür kılıcısı bendisi boğmayım mo degen mesela. Biz bu şu ölgünü biz kömedik. Lekin anlap Resulullah'ın ibadetke moşunda müstehkem işkellikini ügendik mesela. Aşında kaldı ülge. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki ailesi boğan mihriballığı mesela. Sizlerin en yaxşılığına üzünün ehlige en yaxşı boğanlardı o. Dep köstüğülük emeliyatta üzü şunda bulağılgandı. Resulullah'ın ayalları ve Resulullah'ın üyde hizmet kılganlar, Resulullah'la arlaşkanlar hemmesi Resulullah'ın en mihriban zat idi. Hemme kişiye üzünün mihri şefkatini keng şunda yayattı, dep şunda rivayet kılganda. Muşunun hemmesi biz Resulullah'ın siretidin, tarihidin ügünüp aynı kıldığın ülgülemdi. Endi mesela hayatımızda nurgun muşunda ülgülen bul mesela ata-anamız deymiz, ustazlarımız deymiz, bazı takvadar yaxşı kişiler deymiz, bazı ulemalar deymiz, ilim ehlileri deymiz. Nurgun kişilerde %100 hemmisi ülgü boğması mu aşıladın birer taldan, onundan bir tal, bundan bir tal çıkdı. Ama Resulullah'ın ülge, Resulullah'ın bütün hayatı %100% ülge. O Resulullah'ın başka insanların ki ülgülük tarafları var, ülge elinmaydıgan tarafları var. Çünkü ola hemmesi mükemmel emas hiç kalsa peygamberge okşumaydıgan tarafı şu abdi. Mesela Resulullah'ın keçisi aynı teheccüd okup putları aşında işip gidetti degeni biz közümüzü kömüdük. Biz anlaş arkalık, okuş arkalık şunu %100 işendiki Resulullah bu şimdi takvadar zattı. Endi muşu ülgünü biz hazır şu hayatımızda mesela ya ustazlarımızdan ya ata-anamızdan ya ki dostlarımızdan şundak ülgülerini kürümüz. Mesela meni qari qilgan ustozim Muhammed Qurban Qarajim ettigen namaz bandatını aldıda qo'pab tahajjud o'qiydi. Namaz bandatını jamiyada o'qib kelib, yukunib o'tirib menda çayını demlab qolib, qiniq çayını demlab qolib o'tirib ikki para Qur'on o'qib bo'lib, naşt qilib ketadi-da. Bir kuni bu bir ustoz kelganda, bir olim kelganda, uni bunda deb so'radi. Men kechida 20 ga tahajjud o'qiyman. Namaz bandatiga ikki para Qur'on o'qiyman. Endi mushu ikkinin birini qilish uchun
kechidagi o'qiydigan tahajjudga mushu ikki pora Qur'onni o'qib, ikkisini bir qilsam bo'lamdi debdi olim turib ketib, sizlar yaxshi bir odatni qilibdilar. Bu ikki amal ekan, ikki amalni bir qilyapmay, ikkilisini ayrim qilslar dedi mesela. Shu chaqda men hayron qolgandim. Qanday mushunda tirishchan mushunda odamni o'z ko'zimizda ko'ryapatdim buni. Ustozimizning uyida yetib o'qiydik biz. Ashuni men o'z ko'zimizda mama ko'rgan ulga. Rasululloh tarixda qilg'ini biz xuddi ko'rganga o'xshash anglagan ulga. Shu ulga ikki xil bo'lib deymiz. Birisi tarixda o'tgan ulga, birisi yashayotgan ulga. Mesela rastçılık demem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki küçük vaktidan tatip Araplar Resulullah'ın Muhammedül Emin diye deb ataydı da. Emin degeni Resulullah'ın süfti. Muhammedül Emin degeni işençilik Muhammed. Rastçıl Muhammed deb aynda deb ataydı da. Bu işençilik bunu da hiç qanday şak yok. Müslümanlarımın %100 işinde, şu çağda kafirlarımın işinde. Şunu işengenlik için ay Resulullah'a amanatlarını qap qo'yadi da. Rasululloh da'vatni boshlagan vaqtida bu shunda yaxshi odamding, sen ham ajdodlaringninki nimasiga diniga xiloflik qilding, sen bizga askilik qilding deb dushmanlik qildi. Dushmanlik qilib turibmi? Rasulullohni yolg'onchi demadi, demaydi chunki shunda turib amanatlarni Rasulullohga qo'yadi. Hijratga ketgan vaqtda Ali roziyallohu anhuni qap qo'yib Rasululloh men ketime sen qilib amanatlarni yetkazib aqamdan bağın deb aytdi deganda o'zining dushmanlarining amonatini saqlab qo'yganda hamda u mushundaq bir amonatlar hamda bu bizga o'rganishga tegishlik ashunda bir ulgi o'zimiz ko'rmasakmi xuddi ko'zimizni ko'rgan o'xshash ashunda bir ulgida hamda Ondan başka mesela ülke bütün aşı hatta bizdeki aşı İslam kumandalarında, İslam ulemalarında, takvadar zatlarda, aşılarda hemmesi buludu. Ondan bunu hemmesi ülgülük taraflarını alımız. Mesela Muhammed Fatih şu İstanbul'u fethi kılganda turmalardaki insanlarını koyup birdi. Turmalardaki insanlar degeni şu Vizantiya şu vaxtida turmağı sulgan insanlar. Onlar da Hristiyan mı var, Müslüman mı var şu. Hem iki tane Hristiyan popne şu çağı turmadan boşatıp ulağa hazır bu devlet azat oldu ya, Müslümanların kulluğu öttü hazır. İslam devleti bu hamda. Sizlerinki Hristiyan devleti yok. Şunu sizini biz azat kılattık deb çıkırıp etip ikki popni sizlar nima sababdan turmaga kirib qolgandinglar degandan ikki pop deydi. Biz kamchiliklarimizni tuzataylik, davlatni kuchlantiraylik. Andin paraxo'rlikqa o'xshash, xiyonatga o'xshash bunda ishlarni oldini olaylik. O'zimizni isloh qilmasak, musulmonlar kuchlanib kelyapti, bizni besib oldi. Musulmonlarga qarshi kuchlanaylik deb ayda men nasihat qilsak bu davlatga, davlat bizning nasihatimizni olmagandan biz uni söktük bunu. Bu devlet shunday yaxshi qilmayapti, bu halokatga ketib bordi desak, ikkimizni turmaga sulab qo'ydi deydi. Vizantiya ikki popni turmaga sulab qoldi. Hozirgi zamonda ulamolarning haq gap qilgan odamni turmaga sulab qo'ydi-ku. Mesela Saudiya Arabiston Salman Avdi deymiz. Mesela nadi mutafakkir, nadi yaxshi odamlar emas. Shuni turmaga sulab qo'yadi. To'g'ri gap qildi deb. Shunday shu chaqdi. Shuning bilan tamam sizlar ashlarning aybini deb aytib qilgan. Endi biz musulmon davlatda hamda bizning aybimiz bormi? Bo'lsa deb biringlar, tuzitish voqeasi deb bir degandan biz endi turmadan endi chiqdik. Biz bilmaymiz isning ahvolini. Bizni bir qancha kun bir nazorat qilaylik, unga isliga kelib, bunda yetersizlik bor ekan, bunda kamchilik bor ekan deb bizga deb biraylar deyotgan. Degan ma'qul emas deyotgan. Shuni ketib bir yerga berib, o adamni ketib berib bir qozixonaga uchrab qolgan. Qozixonaga uchrasa bir qozixonda bir ikki musulmonninki nimasi davosini so'rayapti qozixon. Tinglab baqayli qanday qilgan bu musulmonlarning davo so'rashi qanday ekan deb o'tirib ikkili tinglasa, bu ikki odamninki birisi yer setibdikan, yerini setibdikan. O ağıcı o yani. Ağıcı aşağıya binası salay ya öy salay deb ko'lsa, bir kuzu altın chiqibdi. Altın chiqqan bu altınni ko'tarib akilib, satgan adamning oldiga olib, "Ma yana olgandim, men altınni olmagandim, ichida altın bo'lgan, altınningiz eling" degandan keyin u odam, "Yo'q, men yani ostindagi ustindagi hammasini satdim men. Sening o mening emas" deyotgan. "Yo'q, bu sizning" deyotgan. Shunda deb davolashib qolibdi ular. Ya'ni birisi ağın deymişse amayman deydi. Hazırki zamandaki tam tersiri hamda. Şurada devamlaşıp qalgandan keyin şu qazo xonimi aqlli bo'lgan. Qazilar burun bek aqlli, o'zining parosati bilan ish qilgan juda aqlli odam-da u. Turib
sizni nimaga yani satqıçılık ekan, sizning balangiz bormi degan, mening bir o'g'il bolam bor deyotgan. Uylanganmi yo uylanmagan. Yani setib ağuçaq sizningki balangiz bor, mening bir qizim bor deyotgan. Uylanganmi yo uylanmagan degan. İkisini uylantirib qo'yinglar, mush oltinning ikkisi xayli so'yan deb shuni gap qilyapti. Tüyganligin bu toplu hayron qatida bu adolatdan hem musulmonlarninki halal yani niyetidan hayron qilib yana boshqalarni nima qilib boqayli deb bu musulmonlarni shu nafsini nati bak kontrol qildi, o'zini buzmaydi, bak pokiz deb anglaymiz. Bir sinab boqayli deb shu bir madrasada talib bolalar ekan, o'g'il bolalardi. 20-25 yoshlik bolalar bir madrasada ching bolalar ekan. Bu bolalarga biz sinab boqay deb xristianning qizlarini akilib, xristian qizlarga gapi o'tib, o qizlar kelib ishni qaqitgan kechida biz bir taraf ketib boratdik, yo'limizni topamay qoldik, kechida minishni ham qo'rqdik. Bizni o'sha qo'ndirib olgan bo'lsanglar, at ketaddik degandan to'xtab turinglar deb o taliblar o'z orasida maslahatlashib, shu yotoqlarni hammani bo'shatib berib, o'zlari chiqib shu nimeniki madrasaning hovlisida o'tqalab o'tirib, o'tning yanında o'tirib bir kecha buni ham qo'g'dig'ach ham bir kechani o'tkazibdi-da, u qizlar ashada uxlabdi. Uxlab atisi u qizlar ketibdi. Yo'lga sep qolganda heliqib pop, o qizlarning ota-onasi xristian ham bo'lar. Shuni qilib qanday ishlar oldi sizlarni, qanday kutdi degandan keyin nim bo'ldi sizlarga bir zarar yetkazdimi musulmonlar degandan keyin yo'q, bu bizga shu o'zining yotitgan yerlarini pokiza qilib bizga shu berib, o'zi shu hovliga chiqib, to'pida o'tirib, o'tqalab o'tirib, shu cho'g'ni elib qo'lda mushunda qilib o'tirdi. Buni men nima qanday qilib desam, nafsini ey nafs, ma dozoqning o'tni ko'ydingmi, mush o'tga chidiy olamsan, chidiy olsang gunoh qilgin, chidiy olmasang gunoh qilmagin deb nafsini ayni kontrol qildi deydi. Endi 20 necha yoshlar tayyo o qizlarga kirganda hech qaysi niyatini buzmadi-da endi. Shunda qilgandan keyin bu ikki dona pop berib, Muhammad Fatihning qishqi berib, agar mushu davlat, mushundaqla adolat bo'lsa, ta qiyomatgacha davom qildi bu davlat degan. Noyat mashhur so'zda bu. Mushundaq adolatli bo'lgan bo'lsa, ta qiyomatga davom qildi deb aytadigan. Shu Ibn Taymiyaning bir so'zi bor. Har qanday bir davlat noyat adolatli bo'lsa, agar u shu kafir bo'lsa-mi, davomlashadi. Har qanday bir musulmon davlatda adolatsizlik bo'lsa, u davom qilmaydi degancha hamda. Aşındaq bir ülgiləndi. Bu ülgilərdən yana şu rast sözləş, şunda nimada bek köp tarixdə şundaq bir alimlarınki jiq qaldırıb ketgan jiq ülgiləri var. Aşılarını oxuğanada məndə mən bu aşı sağlıqlarga oxşaş bolmaymamı, aşılarga oxşaş bolmaymamı dep onun ügünü. Onun köz aldığımızdaki kişiler mesela ata-anamız, ustazlarımız aşılarınki birisininki taqvolik ruhidan, birisininki astoydillik ruhidan, birisininki tirishchanlik ruhidan va birisininki rostchilik ruhidan, adolat ruhidan ayna uyg'ungan gap taqvolik ashunda davomlashda. Endi bu yerda ulgu bo'lish bilan tarbiyalashda ota-onalarning bolalarga islomning to'g'ri tushunchalarini aqida, axloq, ibodat prinsiplari bilan birlikda aks ettirib beradigan amaliy tadbiqotlarni o'rgatish ve ameli meşkler bilen ulanı yetiştiriş mecburiyeti var. Yani ügütüş biz burunmu dedik 0 yaştan 6 yaşgacha ügütüş olmaydı. Ügütütqa vaqt emas. O faqat sığdırıtqa vaqt. Sığdırışız sen üzən qanday bolsan şunu aşı balla alıdı hamda. Şuna menden en güzel taraflarımını alsın deb üzümüzni ayda ıslah qılmız hamda. Endi 7 yaşdan keyin andın ügütüş başlandı. Mavi halal, mavi haram, mavi to'g'ri, mavi xato deb mavi til bilan yoki yiziq bilan ügütüş. Onun aldidagi singdirish orqali mı balla aşı ha ma to'g'ri ekan, ma xato ekan, ma to'g'ri ekan, ma rost ekan, ma yolg'on ekan, uni ügünüdəndi. Bu şundaq davramda. Balalar biz o'ylagandimi bek aqlli deydi. Masalan, balalarni to'liq vaqtda kichik balaga bu deydi. Masalan, kichik balalar uyga kelgan mehmonlarninki ichida shu oilaga mehr shafqatni, muhabbatni ko'rsatgan tuqqanlarni ve ularga hasad qiladigan, yomonlik tilaydigan tuqqanlarni kichik bola bilib qolgan. Shu masalan biz diqqat qilsak, bizning uylarimizga mehmonlar kirib chiqsa, nima qilsa, ba'zi bolalarimizning kichik bolalarni ba'zi
tutilib qoldi, ba'zi xo'shal bo'ldi. Nimishqa tutilib qoldi desa, agar boladan agar kichik bola bu demak abdan so'sang, men uningdan bunda nimani farqatda bunda bir narsa his qildim deydi. U bolaning degani %100 rost chiqdi. Ammo biz o kichik bola degan deydi shunday. Deymiz, ammo kichik bola biz o'ylagandan bak aqlli. Kichik bolaning ikki ko'zi shu yo'ldagi naat inchki kameradimi bak naati kuchliqda bir saniye, bir sekundning ichida bir qancha ming suratni yapıldı deydi. Suratni, ota-onasining suratini butun kitap o'qigan, namoz o'qigan, ish qilgan, onasidan tamoq atgan, telefonda so'zlashgan, o bu suratni hammani yapıldı. Suratning hammasi qachinib bangan degan, shuningdan andin bu bolaninki qimmat qarashi shakllanadi. Güzel suratli jiq olsa güzel şekillandi. Ama selbi suratli jiq olgan bo'lsa, mengizga selbi shakllanadi, deydi. Demek balla hamda balladan yaxshi hech qanday inson bir insonni o'zining bolasidan bak kuzatanmaydi. O'zining bolasidan bak kuzatanmaydi. Bola shunchalik, ya'ni bu yerda ota-ona bilan bolaning orasidagi kredit shunchalik muhimki, masalan bolaga biz 99 qatim rost gap qilib, bir qatim yolg'on gap qilib qo'ygan bo'lsak, biz hammani shu 10 dana tatlı mağazıya bir tane açık mağazı bilen buzlatgan o'xshashli gap. Qanday desa o bola bir qatim dadasining yolg'on gap qilganini bilib qolgandan keyin uningdan necha qatim rost gap qilsa, balki mush qatim yolg'on aytgan bo'lishi mumkin deb shakllanib qoldi. Agar bir qatim anda bo'lmasa, bütün dunyo dadasini yolg'onchi desa, rost bu deb jannat tikidi. Demak, shunchalik hamda ishonch masalasida balla ata-onasidan ayda rostchilikni ko'rsa, shunchalik qo'g'daydi, shunchalik ishinadi. Agar bir qatim shunda bulab qolsa, bola shakllanib qoldi. Bola shakllanib qolgandan keyin u qo'g'dayolmaydi, ko'ngilda ashda bir shak tuyulib qoldi hamda. Balalarda ata-ona obrazi deydi. Endi tarbiya mutaxassislariga ko'ra, ata-ona obrazi bola uchun eng mukammal obraz. Har qanday bola ata-onasi kichik vaqtida eng mukammal deydi. Hamda 7-8 yoshgacha eng mukammal deydi ata-onasini. Endi o shunda davom qilib kelmasa 14 yoshdan o'tib ketgandan keyin bu ota-onam bilmaydigan, men bilmayman deydigan hamda u. Shunda yoshga ketib qoldi hamda. Demak, shu kichik vaqtida bolalar ota-onasini hamma tarafdan eng mukammal deydi. Ota-onasi qilgan eski ishni to'g'ri ish o'xshaydi, shu to'g'ri bo'lganlik uchun davom qiladi uni. Onam yolg'on gap qiladi, ba'zi yolg'on gap qilib qo'ysin, butqa o'xshaydi deb qoladi hamda. Chunki mukammal obraz deb bilgandan keyin shak qilmaydi hamda. Bolaning bir jup ko'zi xuddi fotoaparatga o'xshash ota-onaning obrazini suratga elib turadi. Biz mana mushu bolalarning qalbi orqali yaratilgan suratlarga qaraganimizda ota-onalarning hamma suratlarining parlaq nur chechib tura olishi notayin. Hamisha nur chechib turmaydi bizniki. Ba'zi bizga eskiliklarimiz bo'lib qoldi, yetersizlikimiz bo'lib qoldi. Bolalarimizga yomon ta'sir bo'lgan narsa bo'lib qoldi masalan. Ota-ona obrazining ulug'vor bo'la olishi notayin. Ba'zi ota-onalar o'zlarining yaqinlikligi, mehribonligi, shaxsiyatsizligi, qaysarligi, oliyjanobligi, ulug'ligi bilan bolalarni ta'sirlantirdi. Ba'zi ota-onalar bo'lsa o'zining shaxsiyatsizligi, nodonligi, beg'amligi, mas'uliyatsizligi, angsizligi bilan bolalarni zar qilyotdi hamda bizar qilyotdi. O'xshash bo'lmagan sapadagi ota-onalar bolalarni o'xshash bo'lmagan sifatda tarbiyalaydi. Ya'ni o'xshash bo'lmagan sapadagi ota-onalar bolalarni o'xshash bo'lmagan sifatda tarbiyalaydi ekan. Hamda hammasi mukammal bo'lsa, bola mukammal bo'ladi. Shunga balını xuddi xemirga o'xshashdi desak bo'ldi buni. Ota-ona balını yo'g'irib chiqadi. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki balla har qanday bir bala islom fitratiga tug'iladi. Islomni qabul qilgan, islomning go'zalligini qabul qilgan shakl tug'iladi. Ota-onasi uni Yahudi qilyapti, Xristian qilib atashparast qilyapti degani shu. Ota-ona qanday bo'lsa, bola shunday bo'ldi degan gapda hamda. Balalardagi qabul qilish va taqlid qilish qobiliyati deydi. Balalardagi qabul qilish va taqlid qilish qobiliyati balalardagi ko'rganlarining hammasini qabul qilish va taqlid qilish qobiliyati cho'nglardagidan alohida ustun turdi. Ya'ni biz kichik bolani ancha aqli yo'q deymiz ya. Aqli yo'q emas, bizning nechasi aqlli hamda u. Arablar kichik bolalar maymundan usti doğramchi keldi deydi. Hammani doğraydi hamda u. Qilib boqadi, hammani qilib boqadi hamda. Demisem kichik bolalar ota-onasining namoz o'qishdagi harakatlarini, so'z qilish odatini, o'ltirish usulini, tamoq yeyish qoidasini, boshqa jimi harakatlarini astoydil kuzatadi u. Astoydil kuzatadi. Kuzatganda biz ya his qilamiz ya his qilmaymiz hamda. Anda shu peti taqlid qildi. Masalan, men Saudiya Arabistonda mashina haydaganda kichik balam İmran yenimda o'ltirib qolib
Ayda nima qilsam bu 5-6 yaş vaqtida başı maşının nimasiga ayda qarab o'tirdi-da, ma bu xotni yo'tkidi, uni qildi, buni qildi. An küçükün benzin az qalsa, dada benzin az qilibdi degan turdi. An yo'ldan qilsa chiroq yandi, endi nima qildi? Demak, oshunda diqqat qilatdi. Shuchun men bunda o'cha men diqqat qilmayapman. Hozir o'ylasam, bütün ishni unig'im emas, hamma ishini kuzatgan ota-onaning hamma ishini kuzatgan. Kuzatganligini bu ota-onani, bu bola endi mening birinchi qahramonim mukammal bir obraz deb bilganlik uchun bizning yomon taraflarimizni shu durust o'xshaydi deb qabul qilavergan. Chataq yerimiz yomonlikni yutib qo'ymizga, o'zimiz yomon bo'lib qolsak. Hayda gapga. Balalar qabul qilish va taqlid qilish yo'li bilan so'zlash, mengish, yeyish, ichish va boshqalarni tadrijiy holda ota-onasidan va aka-ochilaridan o'rganadi. Balalar bu jarayonda ota-onasida va aka-ochilarida nima bo'lsa, shuni aynan qabul qildi. Oila a'zolarida diyonat va islom axloqi bo'lsa, bola shularni oladi. Agar aksicha ularda dinsizlik va boshqa axloqsizlik bo'lsa, bola shuni oladi. Qisqasi xalqimizning qozonda nima bo'lsa, cho'mishga shu chiqadi degan sözü haq endi. Endi ulgi bo'lish usulü bilan tarbiyalashning turlari ikki turlik bo'ldi. Biri o'zligidan ta'sir ko'rsatish, masalan, o'zligidan yoki ixtiyorsiz ta'sir ko'rsatish degan ota-ona yoki har qanday bir tarbiyachining faqat bolalar mendan taqlid qilib, o'rganganlarning hammasiga Alloh taolaning oldida men mas'ul javobgargo degan e'tiqod bilan bütün yaxshi ishlarda ularga yaxshi ulgi bo'lalganda andın amalga oshadi. Masalan, endi biz ba'zi vaqtda namozni sal tez o'qib salsaqmi hamda insonchilik hamda bolalarimiz birga namoz o'qiganda ha ma bolalar eng mukammal namoz o'qishni o'rgansin deb bolalarim mendan o'rganyotdi hozir deb bütün kuchimizning yetishicha Rasululloh o'qiganda o'qiyman deb tirishishimiz kerak-ku o chog'da. Nimishqa eng go'zalini o'rgatmoqchi biz ham deyadi. Duo qilgandimi bolalarimiz birga duo qilgan vaqtda eng mukammal duo qilay. Herib qolgan bo'lsam-mu, jiq duo qilg'im yo'qolib qolgan bo'lsin, bu bolaning yuzidan bolaga o'gitish yuzidan eng mukammalni qilay deganga o'xshash. Ana yana shunday qanday bir ishlarda masalan hamda bekimga sadaqa beramizmi, zakat beramizmi, uyda ishni bolaga ko'rsatib yoki bolaning qo'liga tutqizib, meni mana bagin deb aytadi. Demak, bu bolaga amaliyotimizni o'rgatganligimizda hamda İkincisi söz ve hareket bilen ta'sir ko'rsatish hamda. Av burunqisi o'zligimizning ta'sir ko'rsatish, ma söz ve hareket bilan ta'sir ko'rsatish degan hamda balam manda qilsa durust bo'ldi, munda qilsa durust bo'lmaydi, ma to'g'ri, ma xato deganni bolaga eg'iz bilan deb berish, uningdan qilib ko'rsatish ba'zi ishni. Masalan, biz hamda namoz o'qish Allah'ın emri, namoz o'qish yaxshi deb o'rgatgandan keyin o'zimiz namozni vaqtida o'qish. Duo qilsang Alloh taolo sen duoyingni ijobat qildi, qiyinchilikni hal qildi degandan keyin duoni o'rgatgandan keyin o'zingni duo qilish. Ya'ni deyish va harakatni qilish endi. Endi yegani ulgimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'on-i Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun man kana yarjulloha val yawmal oxir va zikrallohi kaseeran dedi. Sizlarga Allohni ahiret gününü ümit kıldıgan ve Allah'ını köp yad etkenlerge. Allah'ını yad etiş deganne sizler bunun mu dedik? Allah'ını yad etiş eğiz bilen buldu. Allah, ya Rahman, ya Rahim deb Allah'ın sıfatlarını deb Allah'ını tilimiz arkalık yad etişin ba. Muhim boğunu kalbimizde, könglimizde, dilimizde yad etişte her bir işini kılgan Allah körep durdu o. Benim işimde Allah körep durdu o. Böyle dini iş olsun, dünyalık iş olsun, muamele iş olsun, kandak iş olsa Allah beni körep durdu o diyen şu Allah'ını unutmazsak şu zikir kılganlık anda Allah'ını zikir kıldık Allah'ını yad etdiğanlarını degende. Köp yad etkenlerge Resulullah elbette yaxşı ölgüdür deydi hamda. Resulullah en yaxşı ölgüdür deydi. Allah Teala yani Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını maqtab ve inneke le'ala huluqun azim deydi. Sen en katta ahlakı igisen deydi. En katta ahlakı igisen degende naydi bak bir muhim bek ulug' bir gap hamda. Katta ahlakı igisen degende senin bütün hayatın, bütün yürüştürüşün ve hayatın, mamatın hemmisinde sen en güzel ulgi erishga tegishli ahlakı igisen deydi hamda. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayalidan Rasulullah'ın ahlakı qandaqdı deb so'ralganda Ayşe radhiyallohu anha Rasulullah'ın ahlakı Qur'on edi degan hamda. Bir odamniki yaxshi yomonlikni o'zining uydagi ayoli hammasini yaxshi biladi. Eng yaxshi shahid shu hamda. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu vahiy kelganda
Bana muşunda bir Cibril de birisi kilip, bana muşunda gelimni buğap durup, muşunda okuğun dedi, muşunda kıldı da kokap gittim de Hadice radıyallahu anh'ın kışkege vaxtida Hadice radıyallahu anh'a işengen onunla. Siz rastçıl edemsiz, Allah sizni xar qilmaydi, yetimlarning beshini silaysiz, kambag'allarga yordam qilasiz, mehmonni hurmat qilasiz, kishilarga adolatli qilasiz, yaxshilik qilasiz. Sizdek bir odamni Alloh xar qilmaydi deb aytgan qilgan. Chunki Rasulullohning shunday yaxshilikni ayoli biladi. Hammadan bak ayol bilish yo'q. Birinchi bo'lib insoniyat tarixida insonlarning ishidan birinchi ayollar jinsining ishidan birinchi bo'lib iymon etgan Ayşe Hadice radhiyallohu anha. Chunki Rasulullohni eng yaxshi tunigan ayol hamda. Onun Peygamber Aleyhisselam'ın terbiyesinden bazı örnekler mesela. Ballağa rastçıl buruş hamda. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu deydi ki bir günü anam beni uyga chaqirdi. Kirsem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyimizde mehmanken dedi. Rasulullah bazı sahabelerinin uyga berip bu da ahval so'rab mehman bo'lib ketganlarda ishtirib batda. Rasulullah otururken anam beni chaqirib "Kagin sana bir narsa berman" dedi. Deganda Rasulullah "Nim bermoqchisiz uningga" debdi. Belki bir xo'mi berama ya degandan agar siz shu bermasangiz deganingizni sizga bir yolg'onchilik yezildi dedi. Abbalni "Belki sana bir narsa berman" deb akib bulab, onun bir narsa berishni unutib qolsak hamda, bu joyda bizga bir yolg'onchilikdan nimasi yezilgan. Chunki u balama bir kichik bola bo'lganida, u bir inson, u bir grajdan, uning ayrim pasporti va ayrim kimligi va u bir inson hamda. Faqat kichik sanamaslik kerak-da uni. Kichik bolaga bergan va'dini hargiz oddiy sanamaslik kerak. Biz unutib qolamiz uni, bola unutib qolmaydi. Masalan, bolaga bir narsaga yoki sen shu taqdir olib kelgan bo'lsang, nimada maktabda yoki yaxshi 5ta 5 o'qigan bo'lsang, yoki ma u sürünü yadlab bo'lsang, sana men mukofot beraman deb qolib biz unutib qolamiz uni. U bola uni qiplab bizning mukofotni kutdi. Biz bermasak, sen shuncha qilgan, va'da qilganding-ku deydi. Men unutib qoldim, esimga falon chaqda va'da qilganding deydi. Chunki bola qat'iy unutmaydi. Kichik sanashga faqat bo'lmaydi ularning aqlini. Undan keyin mehribonlikni va kuyimchanlikni ko'rsatish hamda Abdullah ibn Burayda radhiyallohu anhu deydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xutba o'qiyotatdi. To'satdan nevirleri Hasan bilan Husaynlarning kelayotganligini ko'rib qolib munbardan tushdi va ularni elib yeniga o'tirg'izdi. Ondan Allah ballaringlar va mollaringlar bir türlük sınaqdır deb ras aytgan. Men bu ikki narisidining kelayotganligini ko'rib turolmay qoldim va oxirida xutbani uzib qo'ydim degan. Buni hozir hamda bir imamdan birisi ayndaq balları kichik balasidan birisi dada deb shunda tatliq gap qilib kelsa, xutbani uzib qolib o'ltirsa, haq degan tillab uni nafratlanib ketdi shundami? Bu biz bir yerda biz "Voyma diniy ishni, muhim ishni bunda qildi" deymiz. Mushuningdan muhim, aning qalbini uftish texmi muhim bo'lganligi uchun Rasululloh shunda qilgan. Hozir biz Rasulullohning qilganlarini, masalan, Rasulullohning qilganlarini biz qilmaymiz uni. Qilay desimi kishilar cüret qilmaydi. Shunda bir jamiyatda yashayotganlik bizamizcha ba'zi ishlarni nomus qilgan ishlar. Masalan, Rasululloh kim sizlar ya Rasululloh sizlar hammadan bak kimni yaxshi ko'rlar desa Oyishani yaxshi ko'rman deb keskin aytgan. Buningdanmi samimiy bir cevap yok dünyada. Bunu her qancha cho'ng ziyoli, her qancha cho'ng hojim, her qancha damolam aytolmaydi buni. Aytolmaydi, ama Rasululloh aytgan shuni. Uniki ya Rasululloh biz bu ayollardan demedik mi o erlerden degan dadasini yaxshi ko'rman degan hamda. Bu haqiqiy samimiyatning shu eng kamalati, bu rastçılık, %100 bir rastçılık o'rin olgan bir so'z. Qanday desa, Ayşe radhiyallohu anha Rasulullah'ın tarixdagi so'ragan, tamaqini etgan, xizmatini qilgan, yanda shu Rasulullah'ın bir aqtiriki bo'lib turgan. Onun atisi Ebu Bekir radhiyallohu anhu nəhayət mühim peytlərdə özünün genini aşı halaketki etip meyli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bille mansam halak olab kelsem meyli razı şuna kadar ailesini qap Medine'ye bille hicret kılgan. Hazır da oylap bakaylan. Biz muşunda bir işliğe kelgende ailemizni qap hemen üzümüzni pida qılmaydı qılalayımız mı mesela. Bunda oylap baksak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ki qanchalik ulug' zat ekanligini şu çağda bilimizde. An balalarınki taleplerini orundaş. Balaga oңайлы qilib va'da vermeslik kerakcha.
oңайлы qilib va'da bermaslik. Va'da bersang bu bolalar adamga choplashib oldi. Şuna o'ylab va'da berish kerak, amal qilish kerak. Agar va'da berib qolib amal qilolmasang, bek cho'ng ziyon solgan bo'lamiz bu bolaga. Shuna o'ng'ayli qila va'da bermay, agar va'da bersak, o'ylab obdan nima qilib chuqum %100 jenimiz, tinimizda bo'lsa, chuqum amalga ayda oshirish kerak. Agar amalga va'da berib qilib, amalga oshira olmayotgan bo'lib qolsang, shundan burun bolaga deb qo'yish kerak. Sana men buni va'da qilgandim, bunda o'zirlar bilan bo'lolmay qolib qoldi, kechirgin deb qo'yish kerak. U chaqda bizga yomon ta'sir bo'lmaydi. Bo'lmasa gap qilmayli yo'qab ketsak, bolaga nihoyat bek yomon ta'sir bo'ldi. Bir vaqtida ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki namazda biz secdeni nait uzun qilib o'tibdi-da, uzun qilayotgandan keyin namazdan keyin sahobalarimiz ya Rasululloh bu secdeni bek uzun qilyaptilar, bir vahiy keldimi yo qanday bo'ldi degan. Yo'q, anday emas. Men nevirlerim o'shnimga chiqib o'tgan, bularning o'yinini buzatmay deb secdeni uzun qildim degan gapni. Yani bu mukammallikni ko'rsak hamda inson haqiqatan ta'sirlanmay tura olmaymiz. Kichik bolaga ko'rsatilgan hurmat, kichik bolaga ko'rsatilgan ko'ngil bo'lish, ehtimom deganda hamda dunyoda hech qanday insonda, hech qanday mamlakatda hech qanday qonunda topilmaydi. Mushunchalik mehribonda, ya'ni boshqa vaqtlar shunda ibodat asnosida ibodatni kechiktirish bağan. Demek bu günah emas endi. İbadetni shunday bolalarning yuzisidan saydlarni ayda uzunroq qilib kechiktirib ayda qilsang bo'ladi degan gapda endi. Biz endi ba'zi vaqtida bizning odamlar bunda oshqun bo'lib ketaylikda, xuddi Rasulullohni bek taqvo bo'lib ketkizib ketadi kishilarningki. Qilmaydi anda. Normal bo'lish kerak. Normal bo'lmagan ish bir yerga berib u chataq chiqadi. Normal bo'lmagan işte chuqum chataq chiqadi. Shu o'ttir hollik bo'lish kerak hamda. Undan keyin kichiklarni asrash, bolalarga tabassum qilish. Bu tabassum degandan keyin hamda atdiganda inson uyda shu biz ota-ona shu tabassum bilan shu o'rnidan tursa, bolalar ota-ona bulabmi onasiga qarab, onasining qapiga qarab, bugun qanday ish bo'lganligini bolalar belgilab bo'lgan. Anasının qapağı qarab, bugun kulib turgan bo'lsa, anası bugun nihoyat yaxshi o'tadigan kunimiz deyotgan. Anası qapiqi tutilib turgan bo'lsa, bugun chataq chiqqa o'xshaydi, yo odamdan tayoq yetqa o'xshaymi, yo izo ishtiqa o'xshaymi deyotgan. Sinab baqsam bo'ldi endi uni. Balla shuncha aqlliqki, ashuni balla his qiladi. Demak, tabassumninki bizga shunchalik foydasi borki, odatda bizning muskullarimiz qanchalik muskulni jiq ishlatsak, shunchalik tiz qeriydigan insoncha. İnson shu tabassum qilgan vaqtida aran 17 muskulni ishlatgan, 17 muskulni. Achchiqligan vaqtida 38 muskulni ishlatgan. 38 muskulimiz katta degan gap, ya'ni bizningki kuchimiz xorida degan gap. Shu bak achchiqliq odamningki tiz qerib qoldi, chiroyimda nima kelib qoldi. Kulib turgan odamlar bor-ku, qerig'ini bilgilolmaydi uni. Jamiyatda ko'rib baqinglar, kulib turgan achchiqligini ko'rgilolmaydigan odamlar bor, yosh turdi. Ama achchiqliq odamlar bor, mendek achchiqliq odamlar. Bu shu tiz qerib qoldi, ko'rib qoldi. Bu o'zining kamchiligini qabul qilib berdi. Onun için kichiklarni asrash. Bu kichiklarni asrash, bu kichiklar ham deb nayt bir Allah yaratgan shunda bir nayt yap yeşil bir maysi bo'lgandan keyin biz shu maysi kichik vaqtimizda maysi tikatdik, maktabdan maysi tikili apparatida. Bu maysini qanchalik shu parvish qilib shunda abdan tiksang, ayadagi guruch shunda yaxshi bo'lgan. Shu bolalarni kichigida qanchalik bak asrab, qanchalik mehribonlikni ko'rsatsang, bu bolalar uni cho'qim biladi endi u. Bolalarga bulapma cho'nglarni asrash, cho'nglarga hurmat qilib, kichiklarni asrash bizning islom qonuniningki asosliklaridan biri. Onun için xatolikni siliqli qilib tuzitish. Endi masalan bir ishni achchiqlabmi hal qilg'ili bo'ladi. Achchiqlab o de shu masalani shu vaqtida hal qilg'ili bo'ldi, lekin tugatgili olmaydi uni. O keyin takrorlandi. Agar achchiqlashning o'rniga ayna bir ishni achchiqma o'zing tutib olib, 3 kun vaqt o'tkazib deb aldirmay o'tirib, ish xato bo'libdi, ikkinchi takrorlanmasin, bunda bo'lsa, bunda ziyni va deb obdan bir tushuntirib qo'ysang, u
%90% tekrarlanmaydı. Bunu tekrarlanmaydı o iş. Ama hem işi şu açık olanlar şu vaxtda derhal hal kılatmasa o hal olmaydı o iş. Şu vaxtının yüzde hal oldu, keyin devamlaşdı. Şuna silahlık olan tüzütüş. Silahlık olan tüzütüşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen naytıcık hadisler var. Mesela Abu Bakra da başka Abu Bakr radıyallahu anh başka bir sahabe bu. Radıyallahu anh deydi ki bir günü Peygamber aleyhisselam namazda rukudaydı. Men kilip sepke ketilmezden arkada ayrım ruku tuttum deydi. Resulullah rukuda tutsa men sepkeme ayrım arkada turup ruku kılıp ettiken andın namaz tüygenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ehvanı bayan kılıp berdim. Ya Resulullah özürümde turup diken ben aldığı sepki kelmeyim arkada ruku kılıp ayda kıldım diyen Allah senin tirişçallıkını tekimiz ziyade olsun bunundakin bunda kılma. Nime diyen güzel sözde. İnsan hata kıldı sahabe şunu ama cemaatte birinci septe boş yer olsa boş yere ütüşümüz gerek. Boş yer olmasa akıs duruşumuz gerek. Ayağında boş yer var. Şunda olsa mı kilip aldın sepki kelmeyi arkada ruku kılıp okutken yüzü şekillenip kalıp ibadet ettin. Ben bunu da kıldım diyen onunla ya açıklamay. Allah senin tirişçallıkını tekimiz ziyade kılsın deyip könlünü bir etlip yaxşı bir duanı kılıp bunun anda kılma diyen bunun anda kılma diyen he ma iş toğramazken diyelik oldu. Toğramaz ma işin demiş kanda kılsa demedi. Demek uslup. Yani Resulullah'ın ki şu usluplarını mıyda ügengi tutsak var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu zavk, bu edep, bu ahlak hem de hiç kanda bir insanda, hiç kanda bir kitapta, hiç kanda bir kanunda yoktu hem de onu. Biz şu her kanda birinin okuğa vaktida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki tarihini okuganda, sirisini okuganda bunda tasavvur kılıp aşını oylap, kança oylap aşında kılsak andın bunu tigi tehdiki yitimiz. Biz köp vaxtlarda vaqalik anda bulab diken, bunda bulab diken. Şu anda bulab diken, bunda bulab dikenle emas, qandaq şunda bolğan. Andın. Hatta şu digen gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki digen gibi ne hatta her qancha çoğun peylasop, naciq o'qigan professor, doktor, dosentli Resulullah o'xshash gapni qilolmaydi. Nimishqa? Bu Resulullah'ның hadislerini bu nurgun zayıf hadisler var deyimiz, yalgan hadisler var deyimiz emdi. Şundalı kirip ketkenleri o ayrım mesele. Adetteki geplerini şunda ayrı vağıl buldu. Xuddi Kur'an-ı Kerim'nin hadisini ayrı perklendirgülü boğandak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü başka insanların sözüden ayrı vağıl buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu diyen utiydi cevami'al kelim diyen. Bana cevami'al kelim berildi dedi. Cevami'al kelim diyen naiti kıska mezmunluk söz kılış. Kıska mezmunluk söz kılışını şu bana şu berildi degende. Mesela bir adam şu yaxşılık yamanlıkını ben kanda böleyleyme degen istefti kalbek diyen kalbingden soğun yürükenden soğun şunu yürüken şunu tasdiqlasa şu iş şununki doğru iş oldu dep aşına kuşuna nime işaret kılganda demek bunun da abdan aşo oylap gelsen her bir sözü ve kılgan her bir işi bu insanlardan her kanca bilimlik olsun, her kanca hikmetlik adam olsun, hiç kandak adamın nimesi okşamaydı, gepleri okşamaydı. Şunçuluk bir mezmunluk, şunçuluk bir tesirlik hem de. Hiç kandak peylasoplama andak bunda ihcam, mezmunluk, bunda tesirlik sözünü kılanmaydı da. Mişelici olsun hem de ülgü meselesi de. Keyinki dersimiz şu muşunun devamı buldu hem de köndürüş bilen terbiyeleş. Yani köndürüş arkalık terbiyeleş. Yaxşı işleri köndürüş bilen terbiyeleş buldu. Bugünkü şu ülgü buluş bilen terbiyeleş. Ülgü diyenini bildik şu. Yani kıskart desek ülgü iki türlük buldu. Biri bizi köz aldığımızda boğmagan, bu da ütep ketken işlemezden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin, sahabalarının ve İslam büyüklerinin, burunku salihlarının ki kılgan işleri. Onunki callık ülgü deyimiz, callık ülgü yüzümüzdeki şu hayatımızda ata-analarımız, ustazlarımız, dostlarımız, yarallarımız, cemaatimiz, muşlarının işçideki nurgun faziletleri şu aşında faziletler her bir Müslüman'a ülgemdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ülge bütün hayatı ülge. Hemmesi kireklik, hemmesi ülge.
Ama Resulullah'dan başka insanlarınki hemme hayatı ülge emas. Başka insanlarınki bulutkan tarafları var, bulmayotgan tarafları var. Şu Resulullah'ınkini %100 hemmesini 100% alımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka insanlarınki. Böyle katta alim olsun, ulema olsun, hacim olsun, karım olsun, ata-ana olsun. Ularınki bulutkan taraflarını alımız, bulmayotgan taraflarını almayımız. Şu iki xil ülgemdi. Ülge ballarını mükemmel kıymet qarashda, yaxshi aqidada, güzel axloqda tarbiyalashninki usullarining eng muhim usul ulgu bilan tarbiyalash, ulgu orqali tarbiyalash. Mishagichi bo'lsin, Alloh taolo hammamizning ilmini ziyoda qilsin, bilgilarimizga amal qilishga nasib qilsin, hammalarning bolalarimizni solih bolalardan qilsin. Alloh taolo hammamizni o'zining rahmatiga daxil qilsin. Amin. Amin.